Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftixar Abdurshid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyining tashabbusi va arzi bilan 2020-yil 9-oyning 3-kuni Londonda qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasi orqa-orqadan 3 qatim isbot anglash yig'ini o'tkazish orqali 2021-yil 12-oyning 9-kuni Londonda hukm e'lon qilib, Xitoy hukumati Uyg'urlarga qarata irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat yurgizadi deb hukm chiqargan. Shu kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyining ayni vaqtdagi raisi Dolqin Isa apandim 9-dekabrni Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni deb bekitganligini jakarlagan edi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining chaqiriqiga asosan 9-dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni munosabati bilan butun dunyo miqyosida har xil shakldagi norozilik harakatlari ilib berildi. 9-dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni munosabati bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Shveysariya Uyg'ur jamiyati tomonidan 9-dekabr Janva shahrida Birlashgan Davlatlar Tashkilotining oldida Xitoyning irqiy qirg'inchilikka qarshi norozilik namoyishi o'tkazildi. Bu kunning ahamiyati haqida to'xtalgan Dolqin Isa apandim namoyishda so'z qilib tovankilarni dedi. Assalamu alaikum aziz yurttaşlar, her qaysi devletlerden kelgen aziz qarindoshlar. Bugün biraz ilgili reisimiz Turguncan Alavudun, icra komitemizin reisi Rüşen Abbas Xadim deb o'tgandagidek, Uyg'ur xalqi uchun tarixiy bir kun, bir qirg'inchilikning xalqarada e'tirof qilinishini jakalagan bir kun. Şunun bugün dünyanın her qaysi devletlerinde sosyal medyalarda o'xshash bo'lmagan şekilde bu günni hatırlatış orqali dunyoga, insoniyatga 21-asrda bir irqiy qirg'inchilik şu soat, şu minutda davom qilayotganligini bildirish ve bu qirg'inchilikni to'xtatishning her bir devletning qonuniy mas'uliyati bo'lgandek, her bir insonning irqi, tili, dini, medeniyeti nim bo'lishdan qat'iy nazar bu qirg'inchilikni to'xtatishning axloqiy bir mecburiyet ekanligini bildirish maqsadi bilan bu yerga to'plandik. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın altında bu namoyishni qilyapmiz. Shuningga biz bunu bir odat holatiga kelishimiz kerak. Bu irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun bütün Uyg'urlar, bütün Sharq Turkistonliklar, bütün insonlik olimi harakatga o'tish kerak. Oldi bilan biz harakatga o'tishimiz kerak. Shu majburiyatimizni tunib yetishimiz kerak. Shu majburiyatni tunib yetganligimiz uchun biz bugün bir keldik. Onundan başka yana Amerika, Kanada, Angliya, Avustraliya, Norvegiya, Shvetsiya, Yaponiya, Türkiye, Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekistondagi qarindoshlarimiz 9-dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kunini xotirlash munosabati bilan o'zlarining noroziliklarini bildirib, namoyish, naq maydon to'r suhbatlari, nazar chiroq, duo tilovat va turli shakldagi xotirlash faoliyatlarini o'tkazdi. Igen sa de. Dette skal ikke skje igjen. Og derfor kom de med Folkemordskonvensjonen 9. desember i Today, will we stand by, complicit in our silence, or will we rise and shine a light on this darkness? Deb bekliyoruz. Şu hüküm çıkan günü Dünya Kurultayı bütün dünya arkadaşlarını kılıp şu ırkı kırgınçılık günde nişanlaydığı gün bu kaldı değil mi? Azıcık bütün dünyada her bir ortam olsa hatırlayalım. 9-dekabr kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyining oliy maslahatchisi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat apandim Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kunini eslash hamda irqiy qirg'inchilikning hilam davomlashayotganligini bildirish maqsadida Amerika Davlat Majlisi a'zolarining ishxonalarini ziyorat qildi. 9-dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini xotirlash va 10-dekabr Dunyo inson haqlarini xotirlash kuni munosabati bilan yana Dunyo Uyg'ur qurultiyi vaqfisi, Uyg'ur akademiyasi, Sharq Turkiston tadqiqot vaqfisi va turk ochoqlarining o'rinlashtirishlarida Anqarada 9-dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni Sharq Turkistonda Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatlari temasida muhokama yig'ini o'tkazildi. Bu yig'inga jurnalistlar, tadqiqotchilar, tashkilot mas'ullari va oliy maktab o'quvchilari bo'lib ko'p sonli kishi ishtirok qildi. 9-dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kunini xotirlash munosabati bilan yana
Qurultay Tantarbiya Komiteti har qaysi ellardagi muhim tantarbiya organlariga el-xat orqali uchur yo'llab, Xitoy hokimiyatining irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatlar sababidan Rossiyaga qarshi yurgizilgan embargo harakatlariga o'xshash tanarketchilarga cheklim qo'yish va bayrog'ini ishlatmaslik kerakligi qatorliq muhim nuqtalarni eskartdi. Onundan boshqa yana har qaysi davlatlardagi Uyg'urlarni qo'llaydigan parlament a'zolari videolik uchur yo'llab, Uyg'urlarni har vaqt qo'llaydiganliklarini, Xitoyning Uyg'urlarga ilib berayotgan insoniyat qarshi jinoyatlarini qattiq ayblaydiganliklarini va uni to'xtatish uchun harakatga o'tadiganliklarini ifoda qilishdi. 9 dekabr kuni Janvada Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilikni dunyo jamoatchiligining samiga silish maqsadida film qo'yish hamda suhbat yig'ini uyushtirilgan. Amerikaning Janvadagi xalqaro organlarga mas'ul elchiligi bilan Uyg'ur harakat tashkiloti, Yer shar qo'g'dash mas'uliyati markazi va xalqaro inson haqlari mulozimati qatorliq 4 o'rin birlikda uyushtirgan bu faoliyatga Amerikaning BDT kishilik huquq kengashida turishliq doimiy elchisi Michelle Taylor xonim qatnashib so'z qilgan. U so'zida Amerikaning Uyg'urlar bilan bir sapda turishni davom qildiganligini ta'kidlab mundaq degan: "Biz Uyg'urlar bilan har doim bir sapda turamiz. Bugungi bu faoliyat faqat Roshan Abbas va uning hadisi Doktor Gulshan Abbas haqidagi filmni qo'yish emas, balki bizning Uyg'urlarga va dunyoning har qaysi joylaridagi zulmga uchragan barliq kishilarga ularni unutib qolmaganligimiz haqida kuchli eskartish berishni maqsad qiladi." Michelle Taylor xonim so'z davomida sobiq kishilik huquq oliy komissari Michelle Bacheletning ishxonasi tarafidan vatanimizdagi vaziyat baholab chiqilgan doklad e'lon qilinganligiga 2 yildan oshganligi va bu dokladda vatanimizda yuz berayotganlarning insoniyat qarshi jinoyatdan iborat xalqaro jinoyat shakllantirish mumkinligi haqida xulosa chiqarilganligini eslatib turib, yana munolarni degan. 2022-yili 9-oyda Amerika BDT'da kishilik huquq oliy komissari ishxonasining bu diqqat qo'zg'aydigan bahs haqida munozara ilib berish qarorini o'ttirib qo'ydi. Ayni chaqda bu tadbirni qo'llamaydigan davlatlarmi so'z qilib, Uyg'urlar va boshqa oz sonli millatlarning nachar vaziyatini qattiq tanqid qildi. Ham Xitoy ustidan xalqaro ayblash paydo qilishga tirishdi. Bu yil kuzda kishilik huquq kengashida men 10 davlatga vakolatan birlashma bayonot e'lon qilib, Xitoyning oliy komissar ishxonasi bilan hamkorlashib turib, 2022-yildagi baholashda o'ttirib qo'yilgan tavsiyalarni ijro qilishga chaqirdim. 2 yildan keyingi bugungi kundami Xitoy Xalq Cumhuriyati dokladning natijasini va haqiqatlarni davomli rad qilyotdi. Michelle Taylor so'z davomida Amerikaning bu jihatdagi tirishchiliklarni davomlashtirganligini ta'kidlab, munolarni degan: "Amerika Uyg'ur musulmonlari duch kelayotgan bu umidsiz kishilik huquq vaziyatini unutib qolmadi va unutib qolmaydi. Kishilik huquq kengashining qo'lida bu masalalarni hal qiladigan nurg'un choralar bor. Adolatsizlik mayli qaysi joyda yuz bersin, biz uni cho'qim ayblashimiz kerak. Hech qanday davlat adolatdan ustun emas." Michelle Taylor xonimning so'zidan keyin faoliyatda Roshan Abbas xonimning tutqundagi hadisi Gulshan Abbasning masalasi yoritilgan Hadamni izlash yo'lida nomli film qo'yilgan va orqadan Uyg'urlarning hozirgi vaziyati haqida bir suhbat programmasi uyushtirilgan. G'oyib qilinganlarning hikoyasi deb atalgan bu suhbat programmasiga Roshan Abbas xonim bilan birlikda hadisi Gulshan Abbas xonimning Amerikadagi qizi Ziba Murad va film ishlaguvchi Javod Mir qatorliqlar qatnashib so'z qilgan. Roshan Abbas xonim yig'in anglovchilarga Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining hilam davom qilayotganligini, Xitoy hukumatining Uyg'urlarga silayotgan zulmining bir kunma to'xtab qolmaganligini ta'kidlagan va xalqaradan bu haqda yanada ko'p xizmatlarni qilishi, har qaysi davlatlarning bu masalada yanada aktiv tadbir qo'llanishi lozimligini bildirgan. Roshan Abbas xonim so'zida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini xotirlash kunida o'tkazilgan bu faoliyatga Amerikaning kishilik huquq kengashida turishliq doimiy elchisi Michelle Taylor xonimning bevosita kelib qatnashishining muhim ahamiyatga ega ekanligini bildirdi. U yana 9 dekabr kuni irqiy qirg'inchilikni xotirlash kuni munosabati bilan o'tkazilgan bir qator faoliyatlar orqali Uyg'urlar qartilayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatlarini to'xtatish, hur va erkin yashash irodasining yana bir qatam namoyon qilinganligini aytdi. G'oyib qilinganlarning hikoyasi deb nom berilgan bu faoliyatga Qurultayning sobiq raisi Dolqin Aysa, Qurultay raisi Turg'unjon Alovuddin, Qurultay ijroiya komitetining muavin raisi Erkin Zunon, Qurultayning bayonotchisi va uchur axborot markazining mudiri Iftixor Abdurashid, Qurultay yoshlar komitetining mudiri va Shvetsariya Uyg'ur jamiyatining raisi Rizvona Ilhom va Myunxendan kelgan bir qism Uyg'ur qarindoshlar, Amerika va boshqa davlatlarning BDTdagi diplomatlari, kishilik huquq organlari mutaxassislari, faoliyatchilar, shuningdek bu masalaga qiziqadigan ko'plagan kishilar qatnashgan. Dünya Uyg'ur Qurultayı yoshlar komitetining har qaysi ellarda turishliq a'zolari 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini xotirlash kuni munosabati bilan videolik chaqiriq e'lon qilib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining reallik ekanligini eskartgan hamda xalqaro jamiyatni bu qirg'inchilikqa qarshi harakatga o'tishga chaqirgan. Dünya Uyg'ur Qurultayining ijtimoiy aloqa vositalarida e'lon qilingan videolik chaqiriqda
dunyoning irqiy qirg'inchilikqa qarshi sukutini buzishi va harakatga o'tish kerakligi, sukut qilishning bu qirg'inchilikqa sherik bo'lish hisoblanganligi bildirilgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi har yili 9 dekabrni Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini xotirlash kuni qilib bekitgan. Bu yil 9 dekabr kuni London Mustaqil sud kollegiyasining irqiy qirg'inchilik qarorining 3 yillik munosabati bilan G'arb ellardagi bir qism siyosiyonlar ijtimoiy taratqularda videolik chaqiriq e'lon qilib, hökumətlərinin Xitay hökumətini javobgarlıqqa tortishini talab qilgan. Amerika Avam Palata a'zosi, Uyg'ur siyosat qonun loyihasining sunğuchisi Yang Kim xonim bu vaqtdagi chaqiriqida Uyg'urlar har kuni jimiqtirilmoqda, tutqun qilinmoqda, qiyin qistoq uchirmoqda, turmaga tashlanib Xitoy kompartiyasining lagerlarida mingsi yo'yilmoqda, Uyg'ur xalqining realligiga ko'z yumish Xi Jinping va uning irqiy qirg'inchilik harakatiga yo'l qo'yganlikdir degan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi yoshlar komitetining har qaysi ellarda turishli a'zolari bo'lsa, 9 dekabr e'lon qilingan videolik chaqiriqida oq qog'ozga yozilgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi bir reallik, sukut qilish jinoyatga sherik bo'lganlikdir. Darhol harakatga o'tayli degandek shiorlarni ko'tarib, xalqaroni amaliy harakatga o'tishga undagan. Angliya parlament a'zolari, qonunshunos va advokatlar ham Uyg'ur faoliyatchilarining 9 dekabr London Uyg'ur sud kollegiyasi 2021 yil e'lon qilgan Uyg'ur irqiy qirg'inchilik qarorining 3 yillik munosabati bilan Angliya parlamentida o'tkazilgan xotirlash yig'inida Angliyani o'z ichiga olgan hukumatlar Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilishga chaqirildi. Sobiq xalqaro jinoiy ishlar sotining bosh taftishi, Uyg'ur sud kollegiyasining bosh sotchisi Jeffrey Nice'ning boshchiligidagi London mustaqil soti 2021 yili Dunyo Uyg'ur qurultiyining Xitoy Xalq Cumhuriyati ustidan ochgan arzini ko'rib chiqib, Xitoy hukumatining Uyg'urlarga tutgan qabih muomalasining irqiy qirg'inchilik ham insoniyat qarshi jinoyat tashkil qilganligini hukm qilgan. Sud kollegiyasi Xitoyning Uyg'urlarning halqiliq bir qismini yo'qotishni maqsad qilgan tug'utning oldini olish tadbirlari mohiyatda irqiy qirg'inchilik sodir qilganlik deb e'lon qilgan. Ayni vaqtda sud qarorining hukumatni majburlash kuchi bo'lmasa-mu, ammo uning simvol xarakterlik ahamiyati nihoyat zo'r deb qaralgan edi. 9 dekabr Angliya parlamentining Avam palatasida o'tkazilgan haqiqat va jasurlik operini o'qish Uyg'ur sud kollegiyasining irqiy qirg'inchilik qarorining 3 yilligi va irqiy qirg'inchilikning qurbonlarini xotirlash nomli yig'inda bosh sotchi Jeffrey Nice so'z qilib, Xitoyning Uyg'urlar qaratgan zulmining nima uchun irqiy qirg'inchilikni tashkil qilganligi va Angliyani o'z ichiga olgan hukumatlarning buni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishda mas'uliyatini ado qilmaganligini bildirgan. Jeffrey Nice 9 dekabr Erkin Osiyo radiosining ziyoratini qabul qilib, Angliyani o'z ichiga olgan nurg'un hukumatlarning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilishdan o'zini qochirishda bir qator rostchil bo'lmagan sabablarni ko'rsatib kelayotganligini bildirdi. Jeffrey Nice mundaq dedi: "Meningcha radio anglag'uvchilar shu muhim nuqtani tushunishi kerak. Britaniya hukumati va shuning o'xshash nurg'un hukumatlar irqiy qirg'inchilik yuz bermaganligini qaror qilishda, mayli Angliya hukumati bo'lsin yoki boshqa hukumatlar bo'lsin, bir qator rostchil bo'lmagan sabablarni o'tirib qo'yib keldi. Holbuki ularning bu irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilib, buningga qarshi tadbir olmasligi nihoyat cho'ng savallik." Jeffrey Nice'ning qayd qilishicha, bugungi yig'in bosh organlarning shundoqla savdo faoliyatchilarining texim ko'p ishlarni qilish nuqtasidan diqqat qilarlik bir muzokara bo'lgan. Angliya parlamenti Avam palatasining markaziy yig'in zalida o'tkazilgan 9 dekabr kundagi xotirlash faoliyatiga Xitoy hukumatining cheklash tizimlikidagi 5 nafar parlament a'zosining hammasi qatnashgan. Holbuki bu qatimli xotirlash faoliyatining riyosatchisi, parlament a'zosi Blair McDougall Angliyada yangi hokimiyat beshiga chiqqan ishchilar partiyasi hukumati Uyg'ur masalasi uchun fursat ekanligini ta'kidlamoqda. Blair McDougall bu vaqtda to'xtalib mundaq dedi: "Meningcha bizga yangi hukumat va bu hukumatning prinsipida ching turish va'dasi bo'yicha yo'chiq ichilib, Uyg'urlarga bo'layotgan ishlarni qattiq pozitsiyada kun tartibga elib kelishning fursati tug'ildi." Dunyo Uyg'ur qurultiyi London ishxonasining mudiri va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish birlashmasining raisi Rayma Mahmud xonim bo'lsa, nurg'un hukumatlar Uyg'ur sud kollegiyasining qarorini rasmiy qabul qilmagan bo'lsa-mu, ammo uning simvoliq ahamiyati nihoyat cho'ng ekanligini ta'kidladi. Rayma xonimning qarashicha, sotning qarori ularning hukumatlarga besim ishiltishdagi muhim hujjatlik rolni o'ynamoqda ekan. Uyg'ur sud kollegiyasining Uyg'ur irqiy qirg'inchilik qarorining 3 yillik mezgilida yana Amerika Avam palata a'zosi Yang Kim, Kanada parlament a'zosi Yves Blanchett, Angliya parlament a'zosi Ian Duncan Smith qatorliq nurg'un siyosiyonlar
LinkedIn, X qatarlıq ijtimoiy taratqushlarda bayonot e'lon qilib, Xitoyni javobgarlik tortishga chaqirgan. Hello everyone. Today marks Uyghur Genocide Commemoration Day, a reminder of the gross atrocities facing Uyghurs in Xinjiang at the hands of the Chinese Communist Party. Every day, Uyghurs are silenced, detained, tortured, imprisoned, and brainwashed in CCP concentration camps. Turning a blind eye to the realities of the Uyghur people emboldens Xi Jinping and his genocidal campaign. That's why the United States must show through our words and actions that we stand against Uyghur genocide and the CCP's repeated disinformation, coercion, and abuse. I'm leading the Bipartisan Uyghur Policy Act to raise international awareness of the persecution of Uyghurs, direct the State Department to effectively respond to human rights challenges in the Xinjiang, and push back on the CCP efforts to silence Uyghur voices. This bill passed the House, and I'm hopeful we can get it across the finish line. The United States cannot accomplish these goals alone, which is why today is a reminder for how urgent collective global action is to end these human rights abuses. I will continue to do my part to stop Uyghur genocide and to be a voice for Uyghurs and others whose voices are suppressed by the CCP and other authoritarian regimes around the world. Thank you. Mes chers amis ouïghours, le 9 décembre est la journée réservée au souvenir triste du génocide ouïghour perpétré à travers le temps et qui continue contre le peuple ouïghour. Il faut que les gens réalisent bien que dans une planète qui a l'air de devenir de plus en plus petite, parce qu'on y est de plus en plus nombreux, apprendre à vivre ensemble, un peuple à côté de l'autre, le grand à côté du plus petit, sera une nécessité, que la démocratie doit parler, que la diversité doit être respectée, que c'est notre plus grande richesse, et que la nation ouïghour doit être respectée comme telle, connue comme telle, prospère et s'épanouir comme telle. Tous les pouvoirs publics de toutes les nations libres doivent être solidaires de la vôtre. I'm very happy to support Uyghur Genocide Commemoration Day. There is a genocide taking place in Xinjiang, and it is the Uyghur that suffer. And we have to do more to uphold human rights around the world. And one of the ways we can do this is by not buying or importing products that are made by slave labor in Xinjiang. Solar arrays with polysilicon made by slave labor, cotton products, many other things besides. It's time we said no and stopped that. Let's stand up for human rights for the Uyghur in Xinjiang now. Hörmətli görürmənlər, yuqarıda diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qıtımlıq sanımızgacha görüşkiç aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalına əza oluşunu unutmang. Xeyir xoş.